Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti joriy yilning 24-fevral kuni Ko'ksaroy qarorgohida yoshlar bilan uchrashib, ochiq muloqot o'tkazdi va haftaning payshanba kuni Yoshlar kuni etib belgilanib, barcha darajadagi rahbarlar yoshlarni til va kasb-hunarga o'rgatish, sportga jalb etish, g'oya, loyiha hamda startaplariga ko'mak berish, ularni ishli va daromadli qilish bo'yicha yanada faol ishlashi, birorta yigit-qizni e'tiborsiz qoldirmasligi belgilandi. Ayni shu borada O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2026-yil 10-martdagi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida yoshlar bilan ishlash samaradorligini yanada oshirish to'g'risidagi buyrug'i imzolandi va ijroga qaratildi. Unga ko'ra, Mudofaa vazirligi harbiy qism va muassasalarida mansabdor shaxslar tomonidan yoshlar kuni doirasida tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha yo'riqnoma ishlab chiqilib, ketma-ketlikda amalga oshirish tartibi, tadbirlarni rejalashtirish va o'tkazish algoritmi 2026-yil davomida Mudofaa vazirligida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish rejasi va hisobot namunasi tasdiqlandi. Vazirlik qo'shinlarida har haftaning payshanba kuni Yoshlar kuni deb e'lon qilinib, asosiy tadbirlar rejasiga yoshlar bilan ishlash yo'nalishidagi tadbirlar nomli alohida bo'lim kiritildi. Ushbu bo'limga kiritiladigan tadbirlar uchun Mudofaa vazirligi chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik va yoshlar bilan ishlash departamenti mas'ul. Har oyning 25-sanasiga qadar Mudofaa vazirligining keyingi oy uchun asosiy tadbirlar rejasidagi ushbu bo'limga tadbirlar kiritiladi va barcha toifadagi mansabdor shaxslar o'zlarining asosiy tadbirlar rejasini ishlab chiqishda mazkur bo'limdagi tadbirlarni batafsil bayon etadi va ijrosi uchun shaxsan mas'ul. Yoshlar kuni doirasidagi tadbirlarni samarali rejalashtirish va o'tkazish mas'uliyati Mudofaa vazirining o'rinbosarlari, harbiy okruglar qo'shinlari qo'mondonlari va harbiy qism komandirlari zimmasida. Amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Yoshlar kuni doirasida har payshanba soat 15:00 gacha raqamli hisobot Mudofaa vazirligi chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik va yoshlar bilan ishlash departamentiga. Oy davomida amalga oshirilgan ishlarning yakuni bo'yicha ma'lumotlar har oyning 25-sanasiga O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari orqali Mudofaa vaziriga taqdim etilishi shart. Yoshlar kuni doirasida o'tkaziladigan tadbirda asosiy e'tibor yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yoshlar orasida fuqarolik mas'uliyati va sog'lom turmush tarzini shakllantirish, harbiy xizmatchilar, o'quvchi va talaba yoshlar o'rtasida uchrashuvlar, ochiq muloqotlarga qaratiladi. Mahalliy hokimliklar kambag'allikni qisqartirish va bandlik, yoshlar ishlari agentligi boshqarmalari bilan hamkorlikda otaliq olingan yoshlarni qo'llab-quvvatlash orqali ijtimoiy-maishiy muammolarni ijobiy hal etish choralari ko'riladi. Harbiy okruglar qo'shinlari qo'mondonlari, viloyat mudofaa ishlar boshqarma boshliqlari, mahalliy hokimliklar, kambag'allikni qisqartirish va bandlik, yoshlar ishlari agentligi boshqarmalari hamda boshqa mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda Mudofaa vazirligi qo'shinlarida yoshlar kuni doirasidagi tadbirlarni rejalashtirish va o'tkazish algoritmiga muvofiq har oylik rejalarni ishlab chiqib tasdiqlaydi. Muntazam ravishda yoshlar bilan qo'mondon va yoshlar uchrashuvi, yoshlar forumi, yoshlar bilan ochiq muloqot kabi tadbirlar o'tkaziladi. Muddatli harbiy xizmatdan qaytgan yoshlar bandligini ta'minlash choralari ko'riladi. Harbiy qismlarda har hafta, okruglarda oyda kamida bir marotaba yoshlar bilan ishlash ahvoli yuzasidan tahlillar o'tkaziladi va faoliyatini yanada kuchaytirish yuzasidan tegishli choralar ko'rib boriladi. Yoshlar kuni doirasida olib borilayotgan ishlar va tadbirlar ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali keng yoritib borilishi ta'minlanadi. Bundan tashqari, yoshlar kuni doirasida amalga oshirilgan ishlar va ularning natijadorligini tahlil qilish maqsadida tegishli Mudofaa vazirining o'rinbosarlari, harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonlari va harbiy qism komandirlari shaxsan bir oyda bir marotaba vazirlik soatida hisobot berib boradi. Harbiy qism va muassasalarda mansabdor shaxslar tomonidan yoshlar kuni doirasida tadbirlarni tashkil qilish va o'tkazish tartibi. Harbiy qism va muassasalarda yoshlar kuni doirasida tadbirlarni samarali, yuqori saviyada va natijadorlik bilan tashkil etish va o'tkazish maqsadida harbiy qism yettiligi bilan hamkorlik o'rnatiladi. Yoshlar kuni davomida tashkil qilinadigan tadbirlarni rejalashtirish tartibi. Yuqorida bayon etilgan yoshlar kuni tadbirlarini rejalashtirish 3 pog'onada amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi markaziy apparatida rahbariyat va tarkibiy bo'linmalar boshliqlari uchun, harbiy okruglar va qo'shilma boshqaruv apparatida harbiy okrug qo'mondonligi va boshqaruv apparati, harbiy qism va muassasalarda harbiy qismlar va qo'mondonlik va boshqarma uchun. Bunda barcha mansabdor shaxslar tomonidan har oyning 25-sanasiga qadar o'z oylik rejalariga alohida yoshlar kuni doirasida amalga oshiriladigan tadbirlar bo'limi kiritiladi. Bo'limda quyidagilar ko'rsatiladi: o'tkazilayotgan tadbirning nomi, tadbirni o'tkazish sanasi, o'tkazish joyi hamda ijrochi. Tadbirlar 3 ta asosiy yo'nalish bo'yicha rejalashtiriladi. Mudofaa vazirligiga biriktirilgan jinoyatchilikka moyil og'ir toifadagi yoshlar bilan, Mudofaa vazirligi yosh harbiy xizmatchilari bilan,
talabalar va o'quvchi yoshlar bilan. Bugungi kunda tadbirlarning 17 ta asosiy turlari belgilandi. Oliy harbiy ta'lim muassasalarining kursant va tinglovchilari bilan mashg'ulotlar o'tkazish, kontrakt bo'yicha xizmat qilayotgan yosh harbiy xizmatchilar bilan ochiq muloqot o'tkazish, ularning muammolarini o'rganish hamda yechim bo'yicha choralar ko'rish. Muddatli harbiy xizmatchilar bilan ochiq muloqot o'tkazish, ularning muammolarini o'rganish hamda yechimi bo'yicha choralar ko'rish. Oliy ta'lim muassasalarining talabalari bilan uchrashib, ular bilan mamlakatimizdagi yoshlar siyosati yuzasidan ochiq muloqotlar o'tkazish. Oliy harbiy ta'lim muassasalarining kursantlari bilan ochiq muloqot o'tkazish, ularning muammolarini o'rganish hamda yechimi bo'yicha choralar ko'rish. Biriktirilgan yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazish, muammolarni o'rganish hamda yechimi bo'yicha choralar ko'rish. Muddatli harbiy xizmatchilar va o'quvchi yoshlar o'rtasida uchrashuvlar o'tkazish. Jasorat maktabi, Temurbeklar maktabi va Jaloliddin Manguberdi akademik litseylarining o'quvchilari bilan ochiq muloqot o'tkazish. Ularning muammolarini o'rganish hamda yechimi bo'yicha choralar ko'rish. O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy okrug fakultetida tinglovchilar bilan mashg'ulotlar o'tkazish. Muddatli harbiy xizmatchilar bilan mashg'ulot va ochiq muloqotlar o'tkazish. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari o'quvchilari bilan rahbar va yoshlar uchrashuvlarini tashkil etish. Yosh harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari bilan ochiq muloqot o'tkazish. Ularning muammolarini o'rganish hamda yechimi bo'yicha choralar belgilash. Texnikum va kasb-hunar maktablari o'quvchilari bilan ochiq muloqot o'tkazish, ularning fikr va mulohazalarini tinglash. Bitta askar, bitta kasb tamoyili asosidagi o'quv jarayonini tahlil qilish. O'quvchi yoshlar uchun harbiy qismlarda harbiy vatanparvarlik tadbirlarini o'tkazish. Yoshlar o'rtasida sport musobaqalari va intellektual o'yinlarni tashkil etish. Umumta'lim maktablari o'quvchilari bilan uchrashuv o'tkazish. Yoshlar kuni doirasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha oylik tahlil o'tkazish. Tahlil oy davomida yoshlar kuni doirasida belgilangan topshiriq va ko'rsatmalarni belgilangan vaqtda bajarilishini ta'minlash, yoshlar bilan ishlashga jalb etilgan harbiy xizmatchilarni mas'uliyatini oshirish va ular tomonidan amalga oshirilgan ishlarni monitoringini yuritish, yoshlar muammolarini hal qilishda taklif va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, oylik tahlil orqali erishilgan ijobiy tajribani boshqa harbiy qism va muassasalarga tatbiq etish yoki aksincha o'z vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan shaxslarga nisbatan ta'sir choralarini ko'rish orqali ularning mas'uliyatini oshirish maqsadida tashkil etiladi. Harbiy okruglar, harbiy qism va muassasalarda birinchi rahbarlar tomonidan oy yakuniy yig'ilishlarda yoshlar kuni doirasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha mas'ul rahbarlarning hisobotlari tinglanadi. Sohaga doir aniqlangan muammolar yuzasidan kechiktirib bo'lmas choralar ko'riladi. Amalga oshirilgan ishlar yuzasidan yuqori qo'mondonlikka hisobot va takliflar kiritiladi. Yoshlar kuni doirasida o'tkaziladigan tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish tartibi. Tadbirni o'tkazishga mas'ul shaxs 5 kun oldin harbiy qism qo'mondonligiga tadbir bo'yicha xabar beradi. 6 kun oldin tadbir mavzusi bo'yicha ma'ruza matnini tayyorlab, so'zga chiqishga tayyorgarlik ko'radi. Tadbir kuni savollarga javob beradi, mavjud muammolarni aniqlaydi. Tadbirdan so'ng hisobot tayyorlaydi. Aniqlangan muammolarni hal etish bo'yicha choralar ko'radi.